narsani aytmoqchi edim. Cristiano Ronaldo O'zbekiston uchun chiqilyapti mana. qo'yib berishganlari. Oldingi uchrashuv, tarixiy uchrashuv birinchi o'yin edi. Albatta, ertalab hamma turdi, tongda ko'rdi, lekin bu ideal vaqtdi. Va mana bu ideal kadrga e'tibor qarating. Juda ham chiroyli O'zbekiston bayrog'i ikkinchi marta jahon chempionati maydonlarida rang ko'rsatmoqda. Ikkinchi mamlakatda bittasi Meksikada, bittasi AQSh maydonlarida. Balkim Kanada. Cristiano Ronaldo. Ikkita yulduz namoyish etildi. Abduqodir Husanov Manchester City, Cristiano Ronaldo Al-Nassr. Ular ko'p to'qnashgan. Bir shaharning ikki jamoasida boshqacha faoliyat yuritgan futbolchi Tomon yo'l oldi. Va qarang, O'zbekistonlik mana bu bolakay. Uning ismi Jahongir Sadigov. Ronaldo yana o'ng oyog'ini bosib chiqdi stadionga. O'zbekiston tomonidan o'tkazilgan tanlov g'olibi bo'ldi.